alaykum, hurmatli polvonlar, hurmatli otbozlar. Mana bugun uloq ko'pkarini rivojlantirishga hissiga qo'shib kelib turgan hokim bo'larimiz bilan uzoq bo'lsin. Muhtaram prezidentimiz Shavkat aka Miromonovich Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiramiz. Namangan viloyati hokimligi Shavkat aka Shokirjonovichga mana bu sport musobaqalarida rivojlanishga hissa qo'shib kelib turgan bu chorvadorlarimizga, Oqtov eliga mana bunday uloqlarni berib turgan barcha-yu terma jamoa joriy yilning avgust-sentyabr oyida o'tkazilayotgan Qirg'iziston Respublikasida o'tkazilayotgan ko'chmanchilik o'yin musobaqasida o'z hissasini qo'shib kelyapti. Hokim bobomizga umr uzoqlik tilaymiz. Omadlar yor bo'lsin. Qani ko'pkarimizni boshladik. Qani polvonlar Fazliddin Berkinov otni qaytaramiz. Out. Maydon markazidan boshlaymiz. O'zbekiston terma jamoamiz ikki jamoaga ajralgan holatda musobaqani boshladi. Fazliddin Berkinov, Samarqand. Bir-biriga qani yakka-yakka Sirdaryo, Beruniy, Husan polvon hamda Samarqand Fazliddin polvonlar o'zaro. Qani Husan polvon. Qani Fazliddin polvonda taka. Fazliddin polvonning taqimida taka. Samarqandning polvoni, O'zbekiston terma jamoa a'zosi, bir necha yildan beri yurtimizni sha'nini barcha maydonlarda himoya qilib yurgan polvonimiz Fazliddin Berkinov. Qani mahkam bo'lasan, marradan Fazliddin, mahkam bo'lasan Fazliddin. Qani Fazliddin. Qani Fazliddin. Qani mahkam. Qani Fazliddin. Sudya. Gol! Ottushimiz otni qaranglar. Gol bo'ldimi, bo'lmadimi Qudrat aka? Alloyor Bo'riyevda taka. Qani mahkam bo'lasan. Qani. Qani mahkam bo'lasan. Taka Jo'lbars polvonda. Jizzax Jo'lbars polvon. Qani mahkam bo'lasan. Jizzaxda polvoni Jo'lbars polvon. Forishda polvoni Jo'lbars polvon. Jo'lbars polvonning taqimida taka. Qani shiddatli tortishuvlar bilan bugungi musobaqamiz davom etadi. Jo'lbars polvonning taqimida taka. 8-raqamda o'ynayotgan O'zbekiston terma jamoa a'zosi Jo'lbars polvon. Qani Qurbonbek kim? Qani Surxondaryoning polvoni Bobosh polvon. Bobanazar polvonni taqimida taka. Shiddatli tortishuvlar bilan. Qani. Taka shiddatli tortishuvlarda. Ana mahkam bo'lasiz polvon. Sudya Qudrat aka. Nima bo'ldi? Gol! Hisob ochildi. Qolgan olib kelinglar. Markaz maydonni markazdan boshlaymiz. Hisob 1-0. O'zbekiston bir terma jamoasi hisobni ochib oldinga chiqib oldi. Gol muallifi kim?
Surxondaryoning polvoni Bobonazar polvon gol muallifi. Markazidan o'yin yangitdan boshlanyapti qani polvonlar. Qani harakat qilamiz. Abdulazizxon, Murodilla, Muhammadali, Shohjahon, Muhammad Ayub, Azizbek, Pahlavon qani Muhammad Ayubning taqimida taka. Muhammad Alidami? Muhammad Ali Abdullayev. Marajot polvonning farzandi, Sayfi polvonning ukalari, Muhammad Ali polvon, Ohangaron Ungul, qani Abduvahob. Ana shiddatli tortishuvlar ko'ramizmi? Aka maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Muhammad Ali Abdullayevdan taka tashqariga chiqdi. Maydon markazidan o'yinni yangitdan boshlaymiz qani polvonlar. Polvonlarimizga motivatsiya bo'lib mana yomg'ir ham boshladi chiroyli bo'lib. Ob-havo zo'r, maydon zo'r. Tashkilotchilar undan ham zo'r. Qani birga bir Abdulazizxon polvon bilan birinchi raqamda o'ynayotgan ana Abdulazizxon takani olib chiqdi. Andijon terma jamoa a'zosi, O'zbekiston terma jamoa a'zosi Abdulazizxon. Gol! Hisob 2-0. O'zbekiston bir terma jamoasi hisobni yirik holatga keltirdi. Gol muallifi Andijon Abdulazizxon polvon. Birinchi golimiz Surxondaryolik polvon Bobonazar polvon mualliflik qilgan bo'lsa, ikkinchi golimizga Andijon Milliy gvardiya chamadonozlar maktabi tarbiyalanuvchisi Abdulazizxon mualliflik qildi. Hisob 2-0. Bugungi ulov ko'pkarimizni tashkillashtirishda yaqindan yordam bergan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Yangi zamon jamoa a'zolariga Alimardon akamiz bosh, Karim polvon bosh, har yili elimizga, yurtimizga chiroyli to'ylar tashkillashtirgan akalarimiz, qanijonlari sog' bo'lsin. Barchalarini dastkoriga Alloh fayzi baraka bersin. Qani polvonlar, shiddatli tortishuvlar bilan out. Aka maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Alisher polvon bilan Jo'lbars polvon o'zaro to'qnash kelishdi. Jizzax Vienen con ganchos de dando saque que ver, a ver, ¿entendés? Oğlum hafta sonu. Sizlardan iltimos qilamiz. Osiyo ulug' Aziya Trend ulug' ko'pkari birinchi taym tugadi polvonlar. Birinchi taym vaqt bo'ldi.